Bola qachon garshokka o'tirishi kerak? Turkish Baby'da yangi loyiha: onalardan hayotiy tajribalar. Endi mening o'zim tavsiyam bo'yicha bir yoshdan o'tirish kerak o'zi garshokkada. Bir yoshdan. Undan oldin masalan uncha beli nimasi anaqa qilmaydi, tutolmaydi. Shunaqa. Ko'proq nimalarga e'tibor qaratasiz shuni o'tirg'izayotganda, o'rgatishga? O'rgatishga o'zi bizlarda garshogimiz anaqaligi. Orqasida manaqa qilib turgan narsasi bor. O'tiradigan rosa udobniyda. O'shanaqasiga e'tibor berib olganmiz. Hozir men mashq qilsam 2 yosh, hozirdan o'rgatyapman-da. O'g'lim 2 yoshdan o'zi o'tirgan. Bilardi-da, o'tirishdi, o'rgatardim. Qiziqishi uchun, garshokka qiziqtirish uchun, pampersdan chiqarish uchun nimaga ko'proq e'tibor qaratasiz? Qanaqa ishqalar qo'yasiz? Akasi garshokka o'tiradi, akasiga qarab, mana shunaqa ish qiladi deb o'tirg'izib, anaqa qilib o'rgataman-da. Bir-biridan o'rganib ketadi. Ha, bir-biridan o'rganadi. Akasiga ham qarindoshimizdan shunaqa qilib o'rganganda, mana qara, shunaqa qilib o'tirardi deb o'rgatganman. Rahmat. Shu 1 yoshdan keyin sekin o'zi harakat qilsa, nima deydi, 1-2 marta o'rgatsa, shu bilan immunitet hosil bo'ladi-da. Bolalarga mana shartli refleks deydimi, nima? Shunaqa. Keyin bola ham moslashadi, shunga qarab keyin o'rganib ketadi. 6 oyligidan o'tirishni 6 oylikdan boshlaganman qiz bolaga. Sal ozgina o'tirg'izib, keyin уже polni o'rganib ketgan. O'zi 1 yoshdan keyin уже polni garshokka o'rgangan.